hayotimda 100 tadan oshiq sun'iy intellekt ishlatib test qilib ko'rdim va ularning orasida sizga eng katta foydasi tegadigan 7 tasini ajratib oldim va aynan mana shu video davomida biz siz bilan mana shu 7 ta sun'iy intellekt to'g'risida gaplashamiz. Oldindan aytib o'taman, bu videoda biz ChatGPT nima va uni qanaqa ishlatish to'g'risida video qilmayapmiz. Ya'ni ancha siz bilmagan, ko'rmagan, eshitmagan sun'iy intellektlar to'g'risida gaplashamiz. Ismim Azizbek, Udevs kompaniyasining asoschisiman. Biz IT outsourcing bilan, ya'ni programmalarni razrabotkasi bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda o'zimizning korxonamizda oxirgi 4 yildan beri juda ham intensiv tarzda AI instrumentlarni ishlatib kelyapmiz va aynan biznesda qaysilari ko'proq foyda berishi va qaysilariga bekordan bekorga vaqt sarflamaslik to'g'risida gaplashamiz. Aynan raqamlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana misol uchun bundan taxminan 2-3 yil oldin bitta proyektimizni davomiyligi o'rtacha hisobda 7 oy bo'lardi va undan tashqari biz bitta proyektda 5 ta odam ishlatardik. Har bitta odamni x deb hisoblaydigan bo'lsak, 5 ta odam 7 oy davomida bu 35x bo'ladi. Hozirgi kunda esa bu juda ham o'zgargan. Ya'ni hozirgi kunda bizda o'rta hisobda bitta proyektda 2 ta odam ishlaydi va proyektda davomiylik muddati o'rtacha 4 oyni tashkil qiladi. Bu degani 8x. O'zingizlar solishtirishingiz mumkin. Bu 2 yil oldingi natijaga qaraganda juda ham katta o'zgarish. Undan ham zo'rini aytadigan bo'lsak, biz kompaniyamizda bu yil oxirigacha bu ko'rsatkichni 1.5 yoki bo'lmasa 1x ga olib tushishni maqsad qilamiz. Bundan kelib chiqib nimani aytsak bo'ladi? Bizani klientga yetkazib beradigan sroklarimiz juda ham qisqargan va bizani topadigan daromadimiz juda ham ko'paygan bo'ladi, chunki rasxodlarimizni kamaytirish hisobiga. Video davomida siz bilan shu tajribadan kelib chiqib, biz hozirgi kunda aynan qaysi AI larni ishlatyapmiz va nimaga aynan o'shalarni ishlatyapmiz, aynan shu bo'yicha gaplashamiz. Birinchisi, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik odam ishlatayotgan Gemini, dunyo bo'yicha u top 3 taliga kiradi, eng ko'p ishlatilayotgan AI lar bo'yicha. Gemini bu hammamiz biladigan Google kompaniyasini ishlab chiqqan sun'iy intellekt hisoblanadi. Hammamiz oldin internet chiqqanda sekin-sekin o'rganishni boshladik. Menimcha hozirgi kunda uyimizdagi ota-onalarimiz, даже doda buvilarimiz ham ishlatsa kerak Google'ni, ya'ni Google'ni biz qidiruv uchun ishlatamiz. Gemini nimaga bunaqa zo'r, nimaga bunaqa rivojlanib ketyapti desangiz, butun dunyodagi ma'lumotlar, butun dunyodagi informatsiyalar aynan Google poiski orqali va через Gemini, ya'ni sun'iy intellekt orqali biz qabul qilamiz. Bu degani u bizga faqat poiski, ya'ni qidiruv xulosasini bermaydi. Undan tashqari bu qidiruvlarni o'zi analiz qilib, bizga eng muhim kerakli ma'lumotlarni qisqartma qilib beradi. Undan tashqari Google'ni bilsanglar, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Dunyodagi juda ham katta produktlarga egalik qiladi. Birinchisi bu hammamiz bilgan Google poiski o'zi. Undan tashqari YouTube, Google Maps dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan karta hisoblanadi va yana boshqa ko'plab, o'nlab, yuzlab produktlari bor, ya'ni o'zini mahsulotlari bor. Aynan mana shu mahsulotlarni hammasini ich-ichiga aynan shu Gemini integratsiya qilinganligi hisobiga ular dunyodagi eng zo'r hozirgi kundagi rezultatlarni berishyapti. Ko'pchilik bilmaydi, lekin Google o'zini data centerlari bor, ya'ni katta dunyo bo'yicha joylashtirilgan serverlari bor. Buni ular boshida aynan Google o'zini poiski uchun va aynan YouTube uchun joylashtirishgan. Hozirgi kunda bo'lsa bu data centerlarni, ya'ni serverlarni hammasi aynan mana shu sun'iy intellektda ishlashini tezlashtirish uchun ishlayapti. Va aynan shu sababdan ko'ra hozirgi kunda o'zingiz test qilib ko'radigan bo'lsangiz ham, hozir telefoningizni ochib test qilib ko'rsangiz ham, aynan Gemini beradigan rezultatlar boshqa любой bitta sun'iy intellektga beradigan rezultatga nisbatan juda ham tez beriladi. Endi savol, Gemini'ni nimalarga ishlatsak bo'ladi? Men o'zimni hayotimdan misol qilib aytadigan bo'lsam, yaqinda men Gruziyaga, Batumiga dam olishga bordim. Oddiy turist nima qilgan bo'lardi? Chet elga boradi, gid yoki bo'lmasa aylantiradigan bitta odam topadi, o'sha odamdan so'rab, qayerga borgin desa, o'sha yerga boradi. Aytishliklar sal boshqaroq yo'l tutishadi. Shu qatorda men birinchi qilgan ishim, o'zimni qaysi gostinitsada qolganimni Gemini'ga aytdim va necha kun bu yerda qolishimni aytdim. Va unga aytdimki, mana shu holatdan kelib chiqib, menga qatlaga borsam bo'ladi, har kunlik spiska qilib bergin, uni soatlar bo'yicha yozib bergin deb aytdim. Undan tashqari bizda oldinda bir kun bor edi, который men obedgacha onlayn zvanoklarda o'zimning ishlarim bilan bo'lishim kerak edi. Shuni ham qo'shib aytdim aytayotgan paytim va aynan mana shulardan kelib chiqib, Gemini menga сразу готовый spiska qilib berdi, tayyor spiska qilib berdi. Buni nimaga boshqa AI larga nisbatan ishonchliroq chiqishini sababi, u bizga qilayotgan spiskasida har doim butun Google Map'ga dostupi bo'lgani uchun o'tdagi har bitta odzivlarni, ya'ni reviewlarni ham hisobga olgan holatda qiladi. Bu degani menga eng zo'r borish mumkin bo'lgan joylar va eng menga yoqadigan, eng to'g'ri keladigan, eng zo'r restoranlarni ham spiskasini qilib berdi. Gemini ChatGPT dan eng katta farqlaridan bittasini ham qo'shib ketadigan bo'lsak, ChatGPT ni menimcha hozir ishlatayotganlar ko'pchiliginglar bilasizlar. U qanaqadir savolga bir aniq javob bilmaydigan bo'lsa, sal olib
qochadi, ya'ni ko'proq tekst etishi mumkin sizga yoki bo'lar bo'lmas gaplarni qo'shib yuborishi mumkin. Bu danlilar aktual bo'lmasligi mumkin. Lekin Gemini'da bularning hammasi aniq isbotlangan va dastaverniy, ya'ni aniq ishonchli istochniklardan olib etilgan so'zlar, gaplar bo'ladi. Undan tashqari nima foydasi bor deydigan bo'lsangiz, bizda Batumiga bitta o'zim borganim yo'q, boshqa tanishlarim ham bor edi, ya'ni kattaroq gruppa borgandik. U tanishlar endi ular sal yoshi kattaroq insonlar edi. Ular aytishdiki, o'zimizning gidimiz bor, gid orqali aylanamiz. Endi men aniqini bilmayman, lekin taxminan gidga kuniga ular $200 yoki undan oshiqroq xarajat qilishdi va aynan muammosi shundaki, gid qayerga borsa o'sha yerga borishadi. Misol uchun gid kech qolsa ular ham kech qolishadi. Gid o'zi qiziqqan, o'ziga yoqqan joylarga olib boradi. Biza imенно shu Gemini'dan xulosa so'raganimiz uchun va Gemini men uni ko'p vaqt davomida ishlatganimdan kelib chiqib, men haqimda ko'proq informatsiya bilganim uchun ancha mazmunliroq, ancha effektivliroq, ancha qiziqroq joylarga bordik, ancha zo'rroq restoranlarga bordik va Batumi haqida ko'proq ma'lumot olishga ega bo'ldik. Va yana oxirgi sabablardan bittasi, nimaga men o'zim Gemini'ni juda ham ko'p ishlataman. Hozirgi kunda dunyodagi nomer 1 brauzer bor. Bu Chrome, ko'pchiliginglar bilasizlar. Bu ham aynan Google mahsuloti va Chrome brauzer ishlatadigan bo'lsangiz, Chrome'ni ichida ham poisk joyida aynan Gemini orqali poisk qilish imkoniyati qo'shilgan. Men nimadir poisk qilayotgan bo'lsam, отдельно Gemini приложениesiga kirib, keyin Chrome'ga kirib poisk qilishim shart emas. Bitta joyi o'zida srazu poisk javobini berayotganda, birinchi AI orqali, ya'ni Gemini javobi va undan keyin oddiy Google o'zini poisk javoblarini beradi va bu foydalanuvchi sifatida ishlatishga juda ham qulay. Ko'rib turganingizdek, Gemini bu asosan kunlik foydalanishga mosroq tushadi. Ya'ni siz har kunlik tasklaringizni, har kungi qiladigan ishlaringizni yoki ro'zg'or tashvishlari bo'yicha ko'proq Gemini bilan gaplashsangiz, endi asosan soha bo'yicha, ya'ni узкий bitta направление bo'yicha savollar beradigan bo'lsangiz va sizga sal kutib turishga rozi bo'lsangiz ham, lekin bo'lib to'liqroq, aniqroq, yaxshiroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, unda sizga ikkinchi AI maslahat qilgan bo'lardim. Bu hozirgi kunda juda ham ko'p dunyodagi professional odamlar ishlatib kelayotgan Claude yoki bo'lmasa Claude AI hisoblanadi. Claude bo'yicha to'liqroq ma'lumot aytadigan bo'lsak, Claude'ni mana misol uchun bizda Gemini bor va Claude, bu ikkalasini bir-biridan asosiy farqi nimada? Qayerda Gemini ishlataylik va qayerda Claude ishlataylik? Bunga men javob berishim mumkin. Agar siz maxsus bir kasbda ishlaysiz va u bo'yicha to'liqroq, detalliroq, professionalliroq javob kerak bo'lsa, bunda sizga Claude juda ham katta yordam beradi va Claude'ning ichida faqatgina poiskdan tashqari, ya'ni savollaringizga javob berishdan tashqari, uni o'zida maxsus projects yoki bo'lmasa artifacts degan bo'limlari ham bor va hozirgi kunda juda ham ko'pchilik aynan shu sabab uchun ishlatadi. Uni yangi chiqqan versiyasi, o'zi chiqqaniga ancha bo'lib qoldi, Cowork degan funksiyasi, ya'ni bu degani Claude butun sizni kompyuteringizga yoki bo'lmasa telefoningizga uni ichidagi har bitta narsaga dostуп olib, uni onlayn tarzda boshqara oladi. Ya'ni misol uchun siz qanaqadir bitta sayt ishlatyapsiz, u sayt bilmadim, Headhunter ishlatishingiz mumkin yoki kunlik любой bitta saytda olishingiz mumkin. Siz o'zingizni brauzeringizga Claude'ni pluginni uстановка qilasiz va o'sha plugin orqali aynan o'sha saytga kerakli hamma ma'lumotni olishingiz mumkin yoki bo'lmasa aynan o'sha saytda sizning o'rningizga Claude qanaqadir ishlarni ham bajarishi mumkin. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, mana misol uchun bizning o'zimizning kompaniyamizda Claude Design degan update chiqishidan oldin boshida taxminan 7 ta 8 ta dizayner ishlagan, ya'ni ular UI UX dizayner har xil interfeyslar chizishardi. Aynan Claude'da dizayn degan moduli qo'shildi va hozirgi kunda kompaniyamizda bitta dona dizayner ishlaydi. Sababi Claude Design butun dunyodagi dizaynerlarning qiladigan ishini уже deyarli zamina qilib bo'ldi. Ya'ni siz oldin bitta produktni chizish uchun bu prezentatsiya bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir veb-sayt yoki bo'lmasa qanaqadir mobilniy приложение bo'lishi mumkin. Buni qiladigan ishini просто Claude Designni o'zidan qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari Claude Designga o'xshagan yana bitta moduli bor, bu Claude Legal, ya'ni hozirgi kunda dunyoda xuddi dizaynerlarga o'xshab yuristlarni ham aynan shunaqa zamina qilishyapti. Sizga misol uchun oldin bitta kompaniya ochmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa bitta do'govni ko'rib chiqmoqchi bo'lsangiz, aynan maxsus bir yuristning yordami kerak bo'lardi va bu har doim ham udobno emas, har doim ham qulay emas. Hozirgi kunda Claude orqali siz aynan mana shu yuristning uslugalaridan yoki bo'lmasa qanaqadir bir налоговый konsultantning uslugalaridan ham o'zingizning biznesingizda mutlaqo tekinga foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bu modullardan tashqari Claude'ning o'zini moduli bor, ya'ni Cloud Code deyiladi. Cloud Code orqali hozirgi kunda adashmasam dunyodagi deyarli любой bitta razработчик kod yozishda, bu sayt bo'lishi mumkin, mobilniy приложение, backend, frontend hammasini yozishda aynan Cloud Code'dan foydalanishyapti. Ya'ni ular oldin o'zi o'tirib qo'lda kod yozgan bo'lsa, hozirgi kunda eng aksariyat qismi aynan shu Cloud Code orqali o'zligini kodligini yozishyapti
qilishyapti va realizatsiya qilishyapti. Menimcha oxirgi paytlarda chiqqan yangilikdan hammaning xabari bor. Cloud'ni yangi update chiqdi, ya'ni Fable 5 degan yangi update chiqdi va bu orqali ular даже dunyodagi eng xavfsiz sistemalardan biri hisoblangan Pentagonni ham bir necha soatda buzib kirishgan va aynan shu sababdan ham ular Fable 5 ni yangi chiqqan relizini atmen qilishdi, ya'ni yopib qo'yishdi. Sababi bu AI bunaqa tez, jadal ravishda rivojlanishi xavfsizlik tomonlama har xil narsalardan o'tib ketishi mumkin va u qanaqadir katta sistemalarni vzlom qilinishiga yoki bo'lmasa oddiy qilib aytadigan bo'lsak, kortejdagi pulni o'g'irlab ketishiga ham aynan mana shu chiqayotgan sun'iy intellektlar sabab bo'lishi mumkin. Keyingi aytadigan sun'iy intellektimiz bu aynan ko'proq o'quvchi, talaba, studentlarga yoki bo'lmasa biror bir ma'lumotni o'rganishi, aynan tekstviy informatsiya olishni yoqtiradigan insonlarga. Bu Notebook LM sistemasi, ya'ni sun'iy intellekti. Notebook LM bu ham Google produkti hisoblanadi va boya aytib o'tganimizdek, Google'da YouTube'ga ham dostуп bo'lganligi uchun, даже mana hozir siz ko'rib turgan mana shu biz qilgan YouTube'dagi videoyimizni ham shunday olib turib Notebook LM ga tashlaydigan bo'lsangiz, u videoni tekstviy formatini sразу sizga chiqarib bera oladi va bu orqali siz videoni ko'rmasdan turib, даже tekst orqali ham bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Notebook LM orqali siz bir necha ma'lumotni olsangiz bo'ladi va o'zingizni har xil yozgan zametkilaringiz ham, ya'ni biz oldin maktabda daftarlarda konspekt qiladigan bo'lsak yoki institutda xuddi mana shu qiladigan konspektlaringiz ham aynan mana shu Notebook LM ichida saqlanib qiladigan bo'lsangiz, saqlaydigan bo'lsangiz, u sizga keyingi berayotgan ma'lumotlari, informatsiyalari yana ham zo'rroq bo'ladi va Notebook LM orqali siz har xil mavzular bo'yicha, misol uchun men bitta darsni konspekt qilib turib, ana o'sha konspektdan kelib chiqqan holda prezentatsiya qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Undan tashqari Notebook LM ni siz o'zingiz uchun qanaqadir bir ustoz sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Misol uchun qanaqadir bitta fanni o'rganyapsiz, o'sha fan bo'yicha bu sizga prezentatsiya qilib berishi mumkin yoki har xil temalarda gapirib berishi mumkin. Undan tashqari siz aytsangiz bo'ladiki, aynan mana shu qaysidir mavzu bo'yicha menga test tayyorlab bergin desangiz, u sizni test tayyorlab berib, testdan o'tkazishi ham mumkin. Ya'ni shu testga javob berasiz va qayerda xatolik qilgan bo'lsangiz, u xatolar ustida ishlash qilishi ham mumkin. Undan tashqari yana bitta qo'shimcha funksiyasi bor. Har xil podkastlar bor. Siz uni hammasini eshitib, o'rganib chiqishga prosta fiziki vaqtingiz yetmaydi. O'sha podkastlarni hammasini olib Notebook LM ga joylashtiradigan bo'lsangiz, Notebook LM u podkastlarni olib turib, sizga qisqacha versiyasini, ya'ni tekst ko'rinishda yetkazib berishi ham mumkin. Endi xuddi mana shu narsani siz teskarisini ham qilsangiz bo'ladi. Mana misol uchun bitta katta kitob bor, o'sha boya aytganimizdek 500 varaqlik qanaqadir bir kitob bo'lishi mumkin. Siz Notebook LM orqali bu kitobingizni aynan audio versiyasini ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Ya'ni kitobni ovozli formatda eshitib yurishingiz ham mumkin. Keyingi aytadigan sun'iy intellektimiz bu aynan Nano Banana deb nomlanadi. Buni siz faqatgina tekst ilm olish emas, bu уже boshqacharoq, ya'ni kreativniy industriyaga ko'proq tegishli. Ya'ni mana hozir siz ekranda ko'rib turgan videolaringiz yoki bo'lmasa rasmlaringizni hammasi Nano Banana orqali generatsiya qilingan videolar hisoblanadi. Nano Bananani siz daily, ya'ni kundalik ishlaringizda ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun siz qanaqadir bitta post qo'ymoqchisiz yoki bo'lmasa o'zingizni Instagram yoki Telegramdagi avataringizni yangilamoqchisiz yoki bo'lmasa qanaqadir bir mavzuga yo'naltirilgan rasm qidiryapsiz. Prosta Nano Bananaga kirasiz, Nano Bananaga o'zingiz xohlayotgan narsani poisk orqali yozasiz va Nano Banana sizga aynan shu siz kutayotgan har xil versiyalar bo'yicha variantlarni chiqarib beradi. Buni zo'r tarafi, siz buning uchun qanaqadir bir maxsus dizayner bo'lishingiz kerak emas yoki bo'lmasa qiyin har xil Photoshopga o'xshagan instrumentlarni ishlatishni bilishingiz umuman shart emas. Undan tashqari, o'zingizni qiziqtirayotgan любой bitta narsani tekst orqali yozib qoldirasiz va aynan o'sha tekstingizdan kelib chiqib Nano Banana sizga tayyor rezultat qilib beradi. Misol uchun, siz Nano Bananaga yozsangiz bo'ladi, ya'ni guldan yasalgan mashina qanaqa bo'ladi deb yozsangiz bo'ladi. U sizga bitta variant chiqarib beradi, generatsiya qilib beradi va bunda sizga nimadir yoqmadi. Misol uchun, aynan o'sha gulni ko'rinishini o'zgartirmoqchisiz. Misol uchun, xohlasangiz aynan qizil atir guldan yasalgan sedan mashina deb yozadigan bo'lsangiz, bu aynan shu so'zingizdan kelib chiqib, o'zini generatsiya qilganini yana ham update qiladi, ya'ni o'zgartiradi. Aynan siz kutgan rezultatni qilib bera oladi. Nano Banana ham o'z navbatida aynan o'sha siz bilgan Google produkti bo'lgani uchun va aytib o'tganimizdek YouTube ga dostupi bo'lgani uchun yildan yilga bu juda ham tezlik bilan rivojlanyapti. Даже oydan oyga deb aytgan bo'lardim. Va ko'rasiz, kelajak yaqin 1-2 yil ichida bizni butun YouTube dan yoki Instagram dan ko'rayotgan
chiqayotgan любой bitta kontentimizni katta bir foizi aynan shu nano banana yoki bo'lmasa aynan shunga o'xshash boshqa bir sun'iy intellekt instrumentlari orqali yasalgan bo'ladi. Ma'lumot uchun aytishim mumkin, misol uchun mana Xitoyda TikTok bilasizlar juda ham rivojlangan va hozir kundagi TikTokda ko'rilayotgan kontentni 70% bu aynan shunga o'xshash sun'iy intellektlar orqali generatsiya qilingan kontent ekan. Keyingi aytadigan sun'iy intellektimizni siz hech qanaqa chet elli saytlardan yoki bo'lmasa chet elli kontentlardan topa olmaysiz. Sababi bu aynan o'zimizning qora ko'zli, ya'ni o'zbeklar tomonidan ishlab chiqarilgan sun'iy intellekt hisoblanadi va bu aynan bizani har kuni duch keladigan katta bir muammolarimizdan bittasiga yechim bergan. Bu sun'iy intellektning nomi Tilmoch AI. Tilmoch AI bu nima degani? Menimcha hammamiz umrimizda qachondir Google Translate yoki bo'lmasa shunga o'xshagan har xil slovarniy saytlarni ishlatgan bo'lsa kerak va men uverman har bitta odamda shunaqa muammo bo'lganki, siz nimanidir o'zbekchaga tarjima qilayotganingizda yoki o'zbekchadan boshqa tilga tarjima qilayotganingizda sizda aniq muammo bo'ladi. Ya'ni qaysidir joylarda juda ham noto'g'ri tarjima qiladi va uni berayotgan rezultatidan siz har doim jahlingiz chiqqan, yoqmagan va mana shunaqa negativniy istoriyalaringiz hammada bo'lsa kerak. Aynan shularni ko'rgan, bilgan holda bizning yaqin tanishlarimiz Tilmoch AI degan instrument ishlab chiqishgan. Bu juda oddiy, interfeysi deyarli Google Translate ga o'xshaydi, ya'ni Google переводчикga o'xshaydi. Xohlagan tekstingizga bir so'zni yozasiz, misol uchun qanaqadir bir angliyskida yozilgan statyani o'zbek tiliga tarjima qilmoqchisiz. Kirasiz, bir yoq tarafiga angliyskida yozilgan statyani, ikkinchi tarafiga o'zbek tilini tanlab enter bosadigan bo'lsangiz, sizga o'zbekchada juda ham chiroyli qilib tarjima qilib beradi. Buni siz даже bemalol Google Translate bilan solishtirishingiz mumkin. Men aminmanki, bu juda katta farq bilan, juda ham akkuratni, to'g'ri hisoblangan, to'g'ri yozilgan rezultat bo'ladi. Buni sababi nimada? Sababi Tilmoch AI founderlari o'tirib, imенно o'zbek lug'atini trening qilishgan va hozir kunda ham doimiy tarzda buni update qilib, ya'ni yangilab borishadi. Shuni hisobiga ham Tilmoch AI sizga beradigan rezultatlar juda ham yaxshi, juda ham to'liq aynan rezultat hisoblanadi. O'zimning hayotimda ham yaqinda bo'ldi. Tojikistonda bitta produkt zapis qilyotgandim va u yerda bizda dogovor bor edi. Dogovorimiz rus tilida yozilgan. Qonunchilik bo'yicha biz u shartnomani tojik tiliga tarjima qilishimiz kerak ekan. Endi o'zingiz bilasiz, begona davlat, men u yerda qanaqadir yuristlarni yoki bo'lmasa buni tarjima qilib beradigan odamlarni tanimas edim. Bu muammoni lekin men juda ham tezlik bilan hal qilishim kerak edi. Bunaqa holatda menga hech qanaqa biza bilgan Gemini'mi, Claude'mi hech qaysi yordam bermaydi. Sababi ular tojik tilini yaxshi bilmaydi yoki bo'lmasa o'zbek tilini yaxshi bilmaydi. Bu holatda men tayyor dokument oldim, rus tilida yozilgan dokumentni oldim va Tilmoch AI ga berdim. Mana shu dokumentni tojik tiliga tarjima qilib bergin dedim. Ularda tojik tili ham beta versiyada ishlayotgan ekan. U menga taxminan bir 3-4 minutda butun boshli dogovorni, ya'ni shartnomani to'liqligicha tojik tiliga tarjima qilib berdi. Agar men buni ko'chadan tarjimon topib, har bitta stranisasini nech pulgadir tarjima qildirganimda, taxminan hisoblaganimda $600-700 ga yaqin summa berishdi. Tilmoch AI orqali men taxminan bir maksimum $5 ga butun boshli nechtadir dogovor ofertalarimni hammasini tojikchaga tarjima qilib oldim va buni, конечно, tojik tilini yaxshi biladigan odamlarga ko'rsatib tekshirtirdim. Ular o'qib aytishdiki, deyarli 99% bu dogovor, bu shartnoma to'g'ri generatsiya qilingan. Va mana shu ham bitta misol bo'lishi mumkin. Aynan sun'iy intellekt bizani hayotimizni, bizani biznesimizni, bizani kundalik tarzda qiladigan ishlarimizni qanchalik darajada tezlashtirib olishi mumkinligiga. Keyingi aytadigan sun'iy intellektimiz bu ham aynan o'zbeklar tomonidan, ya'ni O'zbekiston fuqarolari tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu Aisha degan sun'iy intellekt. Aisha degan sun'iy intellektni menimcha ko'pchiliginglar har xil yengilliklarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, ishlatgan bo'lsanglar kerak. Men uverman, buni ko'pchilik ishlatmagan bo'lsa ham, lekin agar bu videoni sotuv menejerlari ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni sales sohasida ishlaydigan odamlar ko'rayotgan bo'lsa, ular juda ham yaxshi bilishadi. Sababi biz buni o'zimizda ham aynan shu sotuv bo'limida juda ham aktivniy holatda ishlatamiz. Ya'ni bu nima degani? Aisha o'zi nima ish hal qilib beradi? Aishada ikkita funksiyasi bor. Eng asosiy funksiyalari bu text to speech, ya'ni yozilgan tekstni gapirib beradi va gapirganda ham aynan ChatGPTga o'xshab g'alati o'zbek tilida gapirmaydi-da, sof, ravon, zo'r qilib o'zbek tilida gapiradi. Ikkinchi varianti teskarisi shuni. Ya'ni misol uchun siz kim bilan gaplashganingizni diktofonga yozib oladigan bo'lsangiz va Aishaga beradigan bo'lsangiz, Aisha o'sha diktofondagi yozilgan narsani aynan o'sha o'zbek tiliga tekst formatida juda ham zo'r qilib tarjima qilib beradi. Hozirgi kunda biz buni salesda aynan qanaqa ishlatyapmiz? Mana misol uchun bizning hamma zvonoklarimizni Amo CRMda zapis ko'rinishida joylashtiriladi, ya'ni bu avtomat tarzda bo'ladi va buni men hamma daniylarni avtomatik tarzda olganman-da, hammasini Aisha orqali o'tkazamiz, ya'ni u hammasini oladi, ovozli formatdagi fayllarni tekst formatga o'giradi va uni AI orqali obработка qiladi, sun'iy intellekt orqali obработка qilib turib, bizga finalniy rezultatni beradi. Ya'ni misol uchun boshqacharoq aytadigan bo'lsak, sizning sotuv ofisingiz bor, sotuv ofisiga
kuniga misol uchun 500 ta telefon bo'ladi. Hammasida har xil muammo, har xil problemalar bo'lishi mumkin va sizda agar sotuvingiz tushayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa buni customer care, ya'ni supportda ham ishlatsa bo'ladi. Bank yoki har xil katta kompaniyadagilar ham aynan shundan foydalanishsa bo'ladi. Butun kun davomida gaplashilgan hamma ovozli fayllarni ular aynan tekstga o'tkazib va tekst orqali analiz qilsa bo'ladi. Ancha oson, tez analiz qilsa bo'ladi. Bu o'zi to'g'ri gap gapirildimi, skript bo'yicha gapirildimi, nima vobshe o'zi gap gapirildi, buni hammasini onlayn tarzda, avtomatik tarzda amalga oshirsa bo'ladi. Biz o'zimiz ham buni kunlik ishlarimizda ishlatamiz. Bu birinchi yo'li. Endi siz aytishingiz mumkin, nima men обязательно supportda yoki bo'lmasa sotuv ofisida ishlashim kerakmi bu instrument ishlashim uchun? Albatta yo'q. Tasavvur qiling, siz qaysidir bir uchrashuvga keldingiz. Uchrashuv boshlanishidan oldin albatta qarshingizdagi odamdan ruxsat so'ragan holatda diktofonni yoqib qo'yasiz va uchrashuv taxminan 1,5 soat davom etdi. 1,5 soatdan keyin uchrashuvdan chiqqandan keyin diktofondagi hamma faylni olasiz va aynan Aishaga yuklaysiz. Aisha sizga uchrashuv davomida aynan nimalarni gaplashganingizni va uchrashuvning oxirida qisqacha qilib rezyumirovat qilib beradi, ya'ni xulosasini qilib beradi. Ya'ni tomonlar o'zaro nimani gaplashishdi, nima mavzular ko'tarildi va oxirida kim nima zadachani, ya'ni kim nima ishni qilishga kelishdi. Mana shuni hammasini tekst formatga o'tkazib beradi va buni siz kundalik ravishda ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi tarafga ham buni aynan shu tekst formatida srazu o'sha Telegram orqali yoki SMS orqali tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, ularga ham bu juda ham katta foyda beradi va ertaga ish davomida ham qanaqadir "Sen uni aytuvding, men buni esimdan chiqarib qo'ydim" degan narsalarni yo'qotishga katta yordam beradi. Oxirida men sizlarga boshida aytib o'tgan bizani programmistlarimizning sonini juda ham keskin ravishda qisqartirib yuborgan va razrabotkamizni juda ham tezlashtirib yuborgan. Qisqa qilib aytganda, bizani ko'proq pul topishimizga sababchi bo'lgan AI to'g'risida gaplashamiz. Buni nomi Cursor AI. Menimcha hozirgi kunda O'zbekistondagi любой bitta programmist bu AI dan foydalanayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yaqinda eshitgan bo'lsanglar agar, Elon Musk kompaniyasi SpaceX 2 trillionga yaqinlashdi kapitalizatsiyasi va Elon Musk dunyodagi birinchi $1 trillion dan oshiq kapitalizatsiya qilgan odam bo'ldi. Endi sizga savol: agar sizda $1 trillion dan oshiq pulingiz bo'lganda, birinchi bo'lib nima sotib olgan bo'lardingiz? Bu holatda Elon Musk birinchi bo'lib aynan mana shu Cursor AI degan produktni $60 million ga sotib oldi. Bu unga nima beradi? Bu orqali hozirgi kunda dunyodagi deyarli любой bitta programmist aynan shu Cursor AI ishlatadi va Cursor AI dan foydalanadi. Bundan kelib chiqib turib, ular ham o'zligini bu raketani yasash mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir Tesla'ni o'zini texnologiya, любой bitta yangi bitta qilinayotgan texnologiyada buni ular juda ham chuqur tarzda implement qilishadi, ya'ni o'zlashtirishadi va ishlatish oqibatida katta rezultatlar qilishligiga olib keladi. Biz o'zimiz Cursor AI'ni ishlatishni boshlaganimizga 3 yilga yaqin muddat bo'ldi. Taxminan 3 yil ichida biz ishlatib kelyapmiz hozirgi kungacha va kompaniyamizdagi har bitta programmistimiz, ya'ni xodimimiz aynan shu Cursor AI dan foydalanishi majburiy qilib qo'yganmiz va biz har oyda отчетini ko'ramiz. Necha foiz kodini aynan shu Cursor AI dan yozyapti. Bu bizga nima uchun muhim? Tasavvur qiling, sizda misol uchun finansist ishlaydi va finansistingiz hamma отчетlarni daftarda yozyapti. Bu juda ham noto'g'ri, chunki effektingiz juda ham past, rezultati juda ham yomon, xatolik qilish imkoniyati juda ham ko'payib ketadi. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa, ya'ni hozirgi kunda zamonaviy dasturchi, ya'ni programmistlar aynan shu Cursor AI ishlatadigan bo'lsa, ularning kodligini sifati ham oshishi aniq va ularni qilayotgan ishligini, rezultatligini, ya'ni oxirgi finalni rezultat berish vaqti juda ham tezlashyapti. Uzr, men hozir video davomida aytayotgan sal adashib ketibman. Bu $60 million emas, aslida bu $60 milliard. $60 milliard qanchaligini tasavvur qilishingiz uchun bu O'zbekiston tili zaxirasi taxminan 30 milliard. Ya'ni bizning tili zaxiramizdan 2 barobar katta pulga buni sotib olishgan. Cursor AI nima beradi? Cursor AI nima sababdan ko'pchilik ishlatadi va Cursor AI nimasi zo'r? Bu savolga javob beradigan bo'lsak, Cursor AI shu aytib o'tganimdek, asosan buni razrabochiklar, ya'ni programmistlar ishlatishadi. Uni zo'r taraflaridan bittasi u imенно VS Code'ning ichida kod yozishga, ya'ni o'sha qora ekranli, oq strakali joyda kod yozishga moslashgan, juda ham ishni tezlashtirishga yordam beradi va eng zo'r tarafi, hozirgi kunda hammanglar o'qiyotgan bo'lsanglar kerak, bir kun Gemini yangilik chiqaribdi, eng zo'r bo'lib ketibdi, ertasiga ChatGPT nimadir yangilik chiqaribdi, uni ertasiga Cloud degan update bo'libdi. Bu eng zo'ri Cloud ekan degan yangiliklar juda ham ko'payib ketgan. Aynan mana shu holatlardan kelib chiqib, ular buni juda ham zo'r yechimini berishgan. Ya'ni bugun eng zo'r ishlayotgan AI instrument, ya'ni kod yozish uchun ishlatilayotgan eng zo'ri Cloud bo'ladigan bo'lsa, siz prosta Cloud'ni ishlatsangiz bo'ladi.
yoki bo'lmasa aynan kodingizni qaysidir qismida yoki bo'lmasa o'sha proyektingizni aynan qaysidir qismida aynan ko'proq Gemini kattaroq foyda berayotgan bo'lsa, siz o'sha joyda imенно Gemini'dan foydalansangiz bo'ladi va shu orqali o'zingizni tokenlaringiz, ya'ni o'sha AI ishlatishga to'laydigan pullaringizni ham anchagina qismini optimizatsiya qilishingizga olib keladi. Kursor AI bo'yicha xulosa qilib men nima aytmoqchiman? Boshida to'g'risi komandadagilar menga buni endi baribir ham rasxodini olib kelishganda, ya'ni oylik to'laydigan to'lovi bor. Boshida men o'yladim va unchalik to'g'risi ishonmadim. Ya'ni bu narsani bizga foydasi bormi, ertaga ishimizni yaxshilashtiradimi, tezlashtiradimi deb o'yladim. Lekin hozirgi kunga kelib men amin bo'lib ayta olamanki, ya'ni bu narsa bizga 100% o'zini tikilgan pulni oqladi. Haligacha bizga juda ham zo'r rezultatlar berishda davom etib kelyapti va как kompaniya rahbari sifatida men bu qilingan решениyadan va bu ishlatilayotgan instrumentdan juda ham davolanayman. Umumiy sun'iy intellekt bo'yicha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt bu sizni, ya'ni odamlarni ishsiz qoldiradigan instrument emas. Bu faqatgina bir yangicha ko'rinishda chiqqan instrument hisoblanadi. Sun'iy intellektdan bu xuddi yangi internet yoki bo'lmasa yangi, misol uchun bundan 100 yil oldin o'ylab topilgan tokka, ya'ni elektr energiyasiga o'xshagan narsa. Bu bizani hayotimizni yana ham osonlashtiradi, yana ham tezlashtiradi va yana ham yaxshilashga olib keladigan instrument va o'z-o'zidan hozirgi kunda juda ham ko'plab savollar bo'lishi mumkin yoki sizlar ko'rayotganinglarda ham aytishinglar mumkin. Men buni tushunmayman, bilmayman. Men buni qanaqa ishlatsam bo'ladi, o'zi nimaga ishlatsam bo'ladi? Misol uchun men tikuvchiman, nima sohaga ishlatsam bo'ladi yoki men bog'chapaman, nimada ishlatsam bo'ladi yoki bo'lmasa men prosta endi o'qiyotgan, endi o'rganayotgan studentman, hali kelajakda nima bo'lishini bilmayman, nima yo'nalishda ishlatsam bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz va eng muhimi, siz ham xuddi menga o'xshab tadbirkor bo'lsangiz va o'zingizni biznesingizni aynan sun'iy intellekt orqali bir necha baravar effektivnessini, ya'ni rezultatlarini oshirishni xohlayotgan bo'lsangiz, biza shunaqa odamlar uchun zo'r kurs qilganmiz. Biz opisaniyada bunga link tashlab ketamiz. Link orqali ro'yxatdan o'ting. Shaxsan bizani o'zimiz siz bilan aloqaga chiqib bog'lanamiz va kurs haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Agar siz ham zamondan orqada qolib ketishni xohlamaydigan bo'lsangiz, har bitta chiqayotgan yangiliklarni ko'rib bilib turadigan bo'lsangiz va o'zingizni hozirgi kunda yoki bo'lmasa kelajakdagi daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, siz albatta sun'iy intellektni kuzatib boring va doimiy tarzda hayotingizda ishlatib boring. Men aminmanki, bu narsa sizga 100% foyda beradi. Doimiy tarzda bizda sun'iy intellekt va undan qanaqa foydalanish, eng muhimi sun'iy intellekt orqali qanaqa pul topish bo'yicha doimiy tarzda videolar chiqarib boramiz va bu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bizani qilgan videomiz sizga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib keting. O'zingizda qanaqadir fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariylarda yozib qoldiring. Men albatta bularning hammasini shaxsan o'zim o'qiyman.